Ichlari cho'tki chiqdi, germetiklar joyida, boltlar joyida turibdi, ranjirollar. Yaxshi turibdi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Driver servisiga kelganmiz. Travers olishayotgan ekan, подписчиклар ko'rib beringlar deyishdi. Cho'tki qilib tekshirib beramiz. Bu yengisi ekan, yangichasi ekan. Shuni tekshirib bering deb chaqirishuvdi. Labbay deb javob berdik. Bamperlarni ham ko'rib olish kerak. Butun turibdi, qirilmagan. Cho'tki turibdi, xudo xolis. Kattagina panoramasi bor ekan. Tomlari ham toza turibdi. Zapaskamiz bor ekan. Ko'pchilik mashinada, kattaroq mashinada zapaska bo'lmaydi, mana bunda zapaska bor ekan, yaxshi. Atsak bagajni atsak ham tinib turibdi. Yangi mashina hidlari ham boshqacha bo'ladi. Mashina kapitanskiy sideniyada ekan. Mashinani tekshirib chiqdik. Mashina tiniq ekan, hech qanday chaqasi ham yo'q. Bamperlar ham tinib turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.